Do'stlar, ustunsiz konteyner profildan tom yopish xizmati bo'ladi. To'liq ma'lumotni Akmaljondan olamiz. Akmaljon, bu yerimiz kvadrati necha puldan tushdi va necha metr batimiz? Bu yerimiz 26 ga 70 metr joy aka. Deyarli 2000 kvadrat. Zdaniyamiz devor ikki chetiga stoyka qo'yganmiz, o'rtasiga stoyka qo'yganmiz. Zdaniyamiz ikkita cheti, zdaniyamiz общий ichi 12 metrdan 24 metr qolgan aka. Firmalarimiz 2 metrdan qo'yganmiz, ustidagilarni 65 santimetrdan qo'yganmiz. Zdaniyamiz chet balandligi 6 metr, o'rtasi 7,5 metr aka. Kraskasini olib bergan, kraskasini kraskalab, professional olib bergan, qotirib berganmiz aka. Chiroyli qilib berilgan. Eng qizig'i do'stlar, video davomida ko'rayotgan bo'lsangiz 800 metrdan nariyoqda, ya'ni tog'imiz bor. Qirg'iziston O'zbekistonga nisbatan qishi sal kuchliroq bo'ladi. 3 marta 25 santimetrdan qor yog'gan, 100% ko'taradi. Xo'p, kvadrat metri necha puldan bo'lyapti? Qirg'iziston hududiga 23 dollardan qilib berganmiz. O'rtada kargo xizmati, hamma yoq dokumentali bo'ladi. O'zbekistonga 240 ming so'mdan qilib beramiz mana shu holatda. Xudo xolasa zo'r qilib berishadi. Eng arzon narxi 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha bo'ladi. Bu narxlarda ichida O'zbekiston, Qirg'iziston bo'ladi. Dastavka, ustanovka, servis, o'lchash, usta haqqi, mahsulot hamma yo'qni o'z ichidan oladi. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa yeb ichish yotog'larni qilib bersalar bo'ldi. Foyda ustidan olinamiz deysa, ya'ni nimani bonus qilib beramiz? Aka, xudo xolasa ikki chetiga 70 metrdan 140 metr latoy qo'yganmiz aka, 2 listidan o'zimiz bukib. Qor yog'adimi, odam yuradimi, boshqa hamma holatiga javob beradigan latoy qo'yib beramiz aka, siz obunachilarga. Bonus qilib berishadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, akalarimiz nomerlarini pastda qoldirib, aloqaga chiqaverasizlar.